Ha kampir. Qarang, o'g'lingizga xos onangni mazasi yo'q deb aytadi, tushundingizmi? Qo'y u bilib qoladimi? Men rolni zo'r o'ynayman. Sen rolni zo'r o'ynayverasan. Nima bo'ldi? Mazasi yo'q deb onam inangdi. Qani? Nima bo'ldi? Ona? Isitma qilyapti inang. Qani? Isitma, ha. Ha, yo'q, isitma yo'q. Isitma yo'q. Ha. Oyoqlar ish. Ha, oyog'i shishgan bolam inang. Qara mana qo'llari shishgan. Yo'q, qo'l shishmagan. Shishgan. Semirganda. Ha, semirgan. Yo'q, lekin qo'li yo'qlarda shish yo'q lekin. Ha, yuragi duk qilyapti. Yurak urib ketyaptimi? Tez urayaptimi? Yuragim dedi-da. Ha, yo'q, pulslari ham joyida. Yo'q. Ha, hammasi joyida, ona. U xayolda bo'lyapti. U boshdan. Ha, xavotirlanmang, hammasi tinch. Qanday ishni boshdan bo'ladi? Bolam bu ishlamaydigan kalla bilan doktor bolaga ham kasalman deydi. Men u biladi-ku hammasi. Ya meni deb nima bo'ladi? To'g'ri. Doktor bolaga ham shunday. Qani javobga aytsang ishonadi u. Ona nima bo'ldi sizga? Nimaga mazangiz yo'q? Ayting, doktorga olib boringmi? Voy yaxshi dedim-ku. Ona aldamay yuzulik qo'yamizmi? Yo banka qo'yingmi? Dada, ayting, nima bo'ldi? Nima mazalari yo'q? Onangni mazasi yo'q bolam. Men hozir doktor olib kelaman. Bor qara. Ne bu ishni qo'ynamadingiz? Ya buningga nima desang ishonaveradi bolam. Mayiz olib kel bolam. Qo'chchi qurdan Qo'tam olib kel bolam. Ko'rdingmi? Ey bolam, sigirni sog'ib qo'y bolam. Ha, sog'ib qo'y. Bolam, lampochkani almashtir, kuyib qolibdi bolam. Tez almashtir. Ana. Bo'ldi, qiynamang bolani. Qachongacha yotasan tur endi sen ham endi.